Avtomobil ishlab chiqarish bugungi kunda ko'plab davlatlarda yo'lga qo'yilgan. Ammo dvigatelni seriyali ishlab chiqarishni tashkil etish bundan ancha murakkabroq. Chunki dvigatel avtomobildagi eng murakkab texnologik agregatlardan biridir. Uni ishlab chiqarish uchun tayyor detallarni shunchaki yig'ishning o'zi kifoya emas. Buning uchun silindr blokini quyish, uni yuqori aniqlikda mexanik ishlovdan o'tkazish, o'nlab komponentlarni ishlab chiqarish va yig'ish, shuningdek ko'p bosqichli sifat nazoratini yo'lga qo'yish talab etiladi. Ayrim yuzalarga ishlov berishdagi aniqlik mikronlarda o'lchanadi. Juda kichik noaniqlikning o'zi ham moy sarfining ortishiga, dvigatel quvvatining pasayishiga yoki uning muddatidan oldin ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ishlab chiqarishdagi har bir jarayon qat'iy standartlashtirilgan bo'lishi kerak. Uskunalar, asboblar, ehtiyot qismlar sifati hamda xodimlarning har bir harakati yuz minglab dvigatellar ishlab chiqarilganda ham bir xil natijani ta'minlashi lozim. Shu sababli avtomobil dvigatellarini butun dunyo bo'ylab seriyali ishlab chiqarish taxminan atigi 25 ta davlatlarda yo'lga qo'yilgan va O'zbekiston shu davlatlar qatorida. Mamlakatimizda dvigatellar ishlab chiqarish UzAuto Motors Powertrain korxonasida yo'lga qo'yilgan. Bu yerda ilk dvigatel 2011-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, u Bidok oilasiga mansub edi. Yig'ib bo'lingach, birinchi dvigatel validatsiyadan o'tish uchun Janubiy Koreyaga yuborildi. Ushbu sinovlar davomida mutaxassislar dvigatel belgilangan texnik talablar va sifat standartlariga to'liq javob berishini tasdiqlashlari kerak edi. Faoliyatning dastlabki bosqichida korxona yiliga qariyb 30 ming dona dvigatel ishlab chiqargan. 2016-yildan boshlangan O'zbekiston avtomobil sanoatidagi keng ko'lamli islohotlar natijasida korxona faoliyati ham yangi darajaga ko'tarildi. Ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshirildi. Yangi texnologiyalar joriy etildi va yangi oilalarga mansub dvigatellarni ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda korxonaning yillik ishlab chiqarish quvvati 415 ming dona dvigatelni tashkil etadi. Hozirgi kunda zavodda Chevrolet Onix va Tracker avtomobillariga o'rnatiladigan zamonaviy CSS Prime oilasiga mansub 1.2 litrli turbo dvigatellar ham ishlab chiqarilmoqda. Hajmi nisbatan kichik bo'lishiga qaramasdan, turbo kompressorlar bunday dvigatellarga yuqori quvvat va aylantiruvchi momentni ta'minlash bilan birga yoqilg'i sarfini keskin qisqartirishga yordam beradi. Korxona faoliyati faqat ichki bozor bilan cheklanib qolmaydi. UzAuto Motors Powertrain Lotin Amerikasi davlatlariga silindr bloklarini ham eksport qiladi. Demak, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan dvigatelning eng muhim va eng murakkab detallaridan biri xorijdagi avtomobillar zavodida ham qo'llaniladi. Zavodda ishlab chiqarilayotgan barcha dvigatellar JMS ishlab chiqarish tizimi standartlari asosida tayyorlanadi. Mazkur standart ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish, xavfsizlik, sifat, samaradorlik hamda uzluksiz takomillashtirish tamoyillarini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, faoliyatini yiliga atigi 30 ming dona dvigatel ishlab chiqarishdan boshlagan korxona bugungi kunda 415 ming donagacha dvigatel ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lib, zamonaviy turbo dvigatellarni ham ishlab chiqarmoqda. Shu bois dvigatellarni ishlab chiqarish shunchaki avtomobil agregatining yig'ish emas. Bu O'zbekistonning avtomobilsozlik sanoatining texnologik salohiyatini namoyon etuvchi muhim ko'rsatkichdir.